Do'stlar hammaga salom. Hello everyone. Today we will learn English language. Do'stlar, migrantlar uchun ingliz tili kursi birinchi dars. Tabriklayman. Birinchi darsdan boshlab ko'rishni boshladingiz. Bu videoda onlayn dars bo'ladi. Ya'ni men sizlarga ingliz tilini migrantlar uchun, ya'ni ish uchun o'rgataman. Boshlaymiz. Boshlashdan oldin esa albatta like bosib qo'ying keyingi video uchun. Agar ko'proq like yig'sa, keyingi videolar davomiy chiqadi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Demak, migrantlar uchun ingliz tili darsi birinchi qism. Aytgancha, agarda siz nemis tili yoki ingliz tili yoki rus tilini onlayn o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'quv markaziga bormasdan, ya'ni ishdan tashqari bo'sh vaqtingizda mana bu yuqoridagi mana bu yerda Telegram lichka qoldirilgan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Egalarni o'zgartirish. Ega nima degani? Deylik, masalan, men ishga boraman degan gapda qaysi so'z ega? Men ega. Chunki men ishga boraman. Kim ishga boradi? Men yoki u, Bahrom, Guli. Deylik, masalan, mening mushugim yoki mening sichqonim, bular gapning egasi hisoblanadi. Deylik, masalan, I need help. I need help. Men aytyapman, siz meni izimdan takrorlaysiz. Ya'ni birinchi dars bo'lganligi uchun men qonun qoidalarni tushuntirib beraman. Keyingi darslardan bemalol iziga tushib ketadi. Aytishim shart emas. Birinchisi, I need help. Mana bu emas. I deb o'qiymiz ingliz tilida, o'zi alohida kelsa, yakka kelsa o'zi. Bitta o'zi bo'lib qolsa, I deb o'qiymiz. I need help. Menga yordam kerak. Men need kerak, muhtoj deb tarjima qilamiz. Kerak, nima kerak? Help, yordam kerak. Helpni siz eshitgan bo'lsangiz kerak. I need help. Menga yordam kerak. I need help. I need help. I need help. I need help. Mana 3 ta variant qilib sizga o'qib berdim. Keyingisi, menga yordam kerak bo'lsa, endi senga yordam kerak. You need help. You sizlar ko'rgan bo'lsangiz kerak, shunaqangi zivachkalar bor edi. Love deganmi? Shunaqa edi. Ya'ni I love you ni o'sha you sini sizlar ko'rgansizlar. O'sha you degani sen degani. You need help masda. You need help. You need help. Senga yordam kerak. I need help. Menga yordam kerak. You need help. Senga yordam kerak. Endi uchinchi shaxs birlik degan narsa bor. Men boshlaringni qotirmoqchi emasman. Grammatika noldan tushuntirib, bizga kerakli joyi kerak. Agar unga kerak, u demoqchi bo'lsak, gap egasi birlik bo'lsa, bir kishi, xoh o'g'il bola bo'lsin, xoh qiz bola bo'lsin, xoh birorta bir hayvon bo'lsin, u bitta bo'lsa, fe'lga biz s qo'shimchasini qo'shamiz. Mana bu s-chani qo'shib qo'yamiz fe'lga. Fe'lni bilasizlar, nima qilyapti, nima qiladi, so'roqqa javob bo'ladi. Masalan, unga yordam kerak bo'lsa, u birlikda bo'lganligi uchun biz need kerak degan fe'lga s qo'shimchasini qo'shamiz. Shunda he needs help. Unga yordam kerak. Ya'ni he ni biz o'zbek tiliga u deb tarjima qilamiz, faqatgina erkaklarga nisbatan. O'zbek tiliga umuman farqi yo'q. U kelyapti desangiz, kim kelyapti? O'g'il bolami, ayol kishimi, hayvonmi, mushukmi, sichqonmi, itmi bilmaysizlar. Ingliz tilida shuni farqi bor. Siz o'g'il bola erkak kishiga qarab turib u demoqchi bo'lsangiz, tarjimasi ingliz tilida he bo'ladi. He degani u degani. Faqat erkak kishiga yoki o'g'il bolaga bir kishiga nisbatan ishlatamiz. Ikkinchisi she ni ham biz u deb tarjima qilamiz. Topingchi kimga? Ayol kishi yoki qiz bolaga. Faqat bitta birlikda bo'lganda u deydigan bo'lsangiz, she deysiz. Endi ayol kishiga nisbatan unga yordam kerak. Unga yordam kerak. She needs help. She needs help. Unga yordam kerak. We need help. Bizga yordam kerak. We degani biz. Need help. We need help. We need help. Bizga yordam kerak. Ularga yordam kerak ingliz tilida. Buni they deb o'qiymiz. Hey deb o'qimaymiz. Yoki they need help. 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 Endi bizga, senga, unga
ularga nimadir kerak, yordam kerak dedik. Mana bu helpni olib tashlaymiz. Siz faqatgina I need, you need, menga kerak, senga kerak, unga kerakni bilib oldik-ku. Kerakdan keyin boshqa ot qo'yib chiqamiz. Biz hozir bizga yordam kerak, menga yordam kerak deb aytdingiz-ku. Endi shuni o'zgartiramiz. Faqatgina siz so'zni bilsangiz bo'ldi. Shunaqangi vaziyat bo'lganda, chet elda siz oshxonada o'tiribsiz. Menga suv kerak deydigan bo'lsangiz, I need water bo'ladi. I need water. I need water. Menga suv kerak. Endi menga tanaffus kerak deydigan bo'lsangiz, ishlayapsiz, charchadingiz. Shunday boshlig'ingiz oldiga borib, I need a break desangiz bo'ladi. I need a break. I need a break. Mana bu artikelni qo'shib o'qing. Mana bu achani qo'shib o'qing. I need a break. I need a break. Menga tanaffus kerak. Keyingisi, I need a job. Ya'ni siz deylik, masalan, tasavvur qiling, Angliyaga rus tili bilan mavsumiy ishga bordingiz. Endi unaqa qilmang, maslahatim. Lekin siz chiqib ketdingiz, boshqa o'z viloyatga bu yoqqa dahshat oylik bor, soatiga 25 funt beradi. Bu $30 bo'ladi. 10 soat ishlasang $300 ishlaysan. Bu yoqqa dedi. Endi siz ish qidiryapsiz yoki ish kerak sizga. Menga ish kerak deydigan bo'lsangiz, I need a job. I need a job. I need a job. Qarang, borib men birga bir aytgandek qilib takrorlamang, sekin aytganimdek. Sekin nima aytyapman? Siz ilg'ab olishingiz kerak. Qanday aytilishini. Borib I need a job desangiz, bu ruhiy kasal deb o'ylaydi. O'shaning uchun ikkita so'zni bittada chiqaramiz, keling. I need, takrorlaysiz. I need a job. A job. I need a job. I need a job. Menga ish kerak. Keyingisi, I need a manager. I need a manager. Manager degani boshliq, boshqaruvchi degani. I need a manager. Qarang, needdan keyin har xil otlarni qo'yib chiqyapmiz. Tanaffus kerak, suv kerak, ish kerak, manager kerak. Endi menga hujjat kerak deydigan bo'lsangiz, I need a document. Document. I need a document. I need a document. 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 I need a document. Menga hujjat kerak. Buni albatta takror olasizlar va men o'zimni olib turaman, screenshot qilib olasizlar. Mana screenshot qildingiz. Bo'ldi. Buni albatta daftarga yozib olasizlar. Albatta daftarga yozish kerak. Ham meni eshityapsiz 2-3 marta gapni, ham takrorlayapsiz 2-3 marta va yozib olyapsiz. 5-6 marta takrorlashdan keyin xatiya bir kamida o'lib qoldi deganda sizga kimdir kelib I need a manager desa, ha, bunga menejer kerak ekan degan ma'no chiqadi. Endi siz vaziyatingizga qarab, holatingizga qarab, sizga nima kerakligiga qarab so'zni siz Google tarjimondan, ChatGPTdan olishingiz mumkin. Deylik, masalan, menga stakan kerak deydigan bo'lsangiz, a glass. Endi menga stakan kerak deydigan bo'lsangiz, I need a glass bo'ladi. Shu vaziyatga qarab turib bosaverasizlar. Okay? Ketdik. Davom etamiz. Xo'p, keyingisi qolib want fe'li, ya'ni bu xohlamoq. I boya aytib o'tganimda o'zi alohida yakka kelsa men bo'ladi. Tarjimasi, ya'ni I deb o'qiymiz. Want bu xohlamoq. I want, men xohlayman. Endi nimani xohlashingizni aytasiz. Boya menga nimadir kerakligini, sizga zarurligini o'rgandik. Endi siz nimani xohlaysiz? Ketdik. Birinchi gap. Egani o'zgartirgan holatda, gapni egasini. I want a job. Men ish xohlayman. I want a job. Men ish xohlayman. You want a job. Sen ish xohlaysan yoki siz ish xohlaysiz. Bu birlikda siz. He wants a job. U ish xohlaydi, o'g'il bolaga nisbatan. She wants a job. U ish xohlaydi, ayol kishiga nisbatan. Okay? Endi biz ish xohlaymiz qanaqa bo'ladi? We want a job. We want a job. We want a job.
Endi keyingisi they want a job. Ular ish xohlaydi. They want a job. They want a job. Yoki they want a job bro. Ular ish xohlaydi degani. Endi shuni xohlamoqdan keyin o'zimizni holatimizga qarab narsalarni yoki otlarni o'zgartirib chiqamiz. Deylik masalan, hammasiga bizga, senga, ularga ish kerak bo'lsa, endi boshqa narsa kerakni so'raymiz. I want water. Siz suv xohlayman degani. Men suv xohlayman. I want coffee. I want coffee. Coffee xohlayman. I want to break. Tanaffus xohlayman. Qarang, xohlamoq bilan muhtoj bo'lmoq, ya'ni bundan oldingi anaqada slaydda, doskada kerakni o'rgandik, xohlamoq. Ikkalasining farqi bor. Kerak degani siz вообще-то ko'p ishladingiz. 1,5 kun uxlamasdan ishlagansiz. Siz bir 2 soat mizg'a olishingiz kerak, uxlab olish, dam olishingiz kerak. Zarur. O'shanday vaziyatda siz I need a break deysiz. Boyagisi bundan oldingisi. Endi shunchaki siz xohlaysiz, deylik masalan, qo'pol misol, sigaret chekkangiz kelyapti. I want a break desiz, men tanaffus xohlayman desiz, shuni ishlatasiz. Bu unchalik kuchli emas. Va siz shunchaki sigaret chekmasangiz ham bo'ladi. Okay? Shunday holatlarda want ishlatasiz, xohlamoqda. Keyingisi I want this job. I want this job. Shu ishni xohlayman. Masalan, ish beruvchisiga aytadi, qara, mana bu yerda kran haydash bor, bu yerda avtobus haydash bor, bu yerda taksi haydash bor, oddiy mashina haydash bor. Siz barmog'ingiz bilan ko'rsatib narsani yoki masalan bu ham restoranda yoki bir aeroportda, xohlagan bir kafeda, bir aptekada, dog'riqxonada birorta narsani ko'rsatib, mana shu narsa kerak, mana shu narsani men xohlayman deydigan bo'lsangiz, I want this job deysiz. Ya'ni I want this job degani shu ishni xohlayman yoki ishni o'rniga birorta bir boshqa narsani qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, mana shu suvni xohlayman desiz, I want this water bo'ladi. Yoki mana shu baklashkadagi mana shu baklashkadagi suvni xohlayman deydigan bo'lsangiz, I want this bottle of water. Bottle of water deysiz. Bottle of water. Keyingisi I want to work. Men ishlayman. I want to work. Men ishlayman. Endi videoni boshida aytdim, biz faqatgina strukturani, kelishni o'rganamiz va gap egasini va otlarni almashtirib chiqamiz. Lekin do'stlar, shunaqangi ziyrak o'quvchilar bo'lsa, mana bu yerda savol, nima uchun mana bu yerda I want dan keyin to kelyapti deydigan aqlli o'quvchilar bo'lsa, albatta, nimaga to keladi deb kommentariyga yozib qoldiring. Sababi biz yuqorida aytib o'tganlarimiz hammasi bular ot kim nima so'rog'iga javob bo'ladi. Ya'ni water suv nima, coffee nima, a break tanaffus nima xohlaysang, tanaffus xohlayman. Bu ish so'rog'i nima? Bular ot. Endi siz nimadir qilishni xohlayman deydigan bo'lsa, birorta bir suv ichishni, men ishlashni xohlayman, qidirishni xohlayman, yotishni xohlayman, uxlashni xohlayman, ovqatlanishni xohlayman, pul berishingizni xohlayman, tanaffus berishingizni xohlayman, pul jo'natishni xohlayman uyga, men bilet olishni xohlayman deydigan bo'lsangiz, nimadir qilishni xohlayman deydigan bo'lsangiz, mana bu yerda I want to work bo'ladi. I want to, ya'ni fe'l qo'ymoqchi bo'lsangiz, ishlamoqchi mana bu want. O'shani o'rniga fe'l qo'yasiz. Masalan, mana I want to work. Men ishlashni xohlayman. Work ishlamoq, nima qilmoq. Shu sababdan ham to qo'yilyapti. Tushunarligi? Yuqorida bu ishni xohlayman. I want this job. Bu ishni xohlayman deganingiz uchun demak nima bo'ldi? Shunchaki to'siz keldi. Ya'ni masalan men suv ichishni xohlayman deydigan bo'lsa, ichmoq, drink. Workni o'rniga drink qo'yasiz. Mana I want to drink. Men ichishni xohlayman. I want to lie. Men yotishni xohlayman. I want to pee. Pee degan siymoq. Endi bu juda ham bir noodatiy, noqulay fe'l.
Lekin o'qituvchi sifatida men o'rgatishim kerak. Buni tak siymoq bor va bu ingliz tilida ham hamma tilda bor va ehtiyoj. Buni bilishingiz kerak. Chunki har xil vaziyat bo'ladi chet elda yoki ish joyingizda ingliz tilida muhitda I want to pee desiz, bu zarur. Bu siymoqchi deydi. Okay, ketdik. Qaranglar, shunaqa staylda, shunaqa stilda dars o'tishim yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariyada xuddi shunaqa stilda bir do'stona, ochiqroq, grammatikani unchalik chuqur kirmasdan yaxshi tushuntiryapsiz deydigan bo'lsangiz, albatta kommentariya yozib qoldiring. Zo'r tushuntirdingiz. Men o'rganyapman. Onasini tekinga o'rganyapman. Keyingi videolarda ham chiqaring deb kommentariyaga o'zingiz iliq fikrlaringizni yozib qoldirsangiz, men albatta keyingi videoda sizni kommentariyasiz chiqaraman. Mana shu o'quvchilarim uchun foydali bo'lyapti deb. Iltimos, like bosib qo'ying va kommentariya izoh qoldiring. Ketdik. Keyingisi bu 3-qolip I have. Have degan fe'l bor ingliz tilida. Bu bor bo'lmoq. Bu juda ham muhim fe'l, chunki masalan siz menda nimadir bor, unda nimadir bor deydigan bo'lsangiz, shuni ishlatishingiz kerak. Masalan, shunchaki menda ish bor. Mana men have bor, a job, ish. Endi shunaqa ziyrak o'quvchilar bo'lishi mumkin. To'xtang, boydan beri a job deyapsiz. Nima o'zi? Chaman, kichkina a nima deydigan bo'lsangiz, bu otdan oldin keladi. Ya'ni nima so'roq javob bo'ladi? Masalan, mikrofon, mikrofon, masalan, telefon, nima? Phone, masalan, lampa, a lamp. Shu nima so'rog'iga javob bo'lishi kerak. Masalan, stul, daftar, ruchka, qalam, mashina, hammasi nima so'roq javob bo'ladi. Ular agar birlikda bo'lsa, bitta dona bo'lsa, siz albatta artikelni qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham ishdan oldin kelyapti. I have a job, menda ish bor. You have a job, senda ish bor. You have a job, senda ish bor. He has a job, o'g'il bolaga nisbatan unda ish bor. She has a job, qiz bolaga nisbatan unda ish bor. She has a job yoki she has a job. She has a job, unda ish bor. We have a job, bizda ish bor. We have a job, bizda ish bor. They have a job. They have a job. Ularning ishi bor yoki ularda ish bor, farqi yo'q. Endi shuni o'zgartiramiz. Menda muammo bor. Qanday aytiladi? I have a problem. I have a problem. Mana birinchisi. I have a problem. I have a problem. I have a problem, bro. I have a question. Question o'qiymiz, question emas. I have a question. Menda savol bor degani. Menda savol bor. I have a question. I have a document. I have a document. I have a document. Menda hujjat bor. Keyingisi, I have a experience. I have experience. I have experience. I have a experience. Menda tajriba bor. Menda tajriba. Qaranglar, hammasi ishga kerakli so'zlar. Bog'dan tog'dan olinmayapti. Keyingisi, I have an appointment. I have an appointment. Appointment. I have an appointment. I have an appointment. I have an appointment. Menda uchrashuv bor. Menda uchrashuv bor. Bularni albatta screenshot qiling va daftarga yozib yodlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana o'zim topib turibman. Okay, davom etamiz do'stlar. Do'stlar, eslatib o'taman, agarda siz chet elda ishlayotgan bo'lsangiz yokida umuman olganda qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar ingliz tili, nemis tili yoki rus tilini onlayn o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda onlayn kurs bor. Xohlagan joyingizdan turib arzon narxda, ya'ni sifatli kurs qidirayotgan bo'lsangiz, sizda bo'sh vaqtingizdan va darajangizdan, qayoqqa borib ishlamoqchiligingizdan yoki qayerda ishlayotganligingizdan kelib chiqqan holatda, ishingizdan kelib chiqqan holatda ingliz tili, nemis tili, rus tilini o'rganishingiz mumkin do'stlar. Bizda onlayn kurslar bor mana bu yerda va Telegramdan murojaat qilsanglar bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda Telegramni ishga qoldiraman. Mana
Telegramda qidirsanglar, kuchukcha Teach Russell eng yozsanglar, bizda 3 ta til bo'yicha kurs bor, bemalol harakat qilib o'rgansanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu can qila olmoq. Bu juda ham muhim narsa. Siz ish beruvchi bilan intervyuda, suhbatda yoki ish jarayonida, ish beruvchi bilan gaplashayotgan vaqtingiz yoki umuman har qanday holatda qaysidir ishni, qaysidir holatda mana shuni men bajara olaman, qila olaman, qo'limdan keladi, lekin mana buni qila olmayman deydigan vaziyatda mana bu can ni ishlatasizlar. Can bu qila olmoq deb tarjima qilamiz. I can work, men ishlay olaman. I can work, men ishlay olaman. You can work, sen ishlay olasan. O'g'il bolaga nisbatan, erkak kishiga nisbatan. He can work. He can work. He can work. Ishlay oladi, u ishlay oladi. She can work. She can work. Ishlay oladi, ya'ni u ishlay oladi ayol kishiga nisbatan. We can work. We can work. Ishlay olamiz biz. They can work. Ular ishlay oladi yoki da ishlay olishadi deb tarjima qilamiz. Endi shuni biz o'zimizga moslab, holatimizdan kelib chiqqan holatda ishga kerak bo'ladigan, umuman kundalik turmush hayotimizga kerak bo'ladigan joyiga moslab o'rganamiz. Deylik, masalan, men hayday olaman deydigan bo'lsangiz mashinani, I can drive. Men hayday olaman. I can drive. I can drive. I can drive. Men hayday olaman. Yoki men ovqat pishira olaman. I can cook. I can cook. I can cook. Ovqat pishira olaman. I can clean. I can clean. Men tozalay olaman yoki da shunchaki tozalay olaman. I can clean. I can help. I can help. Men yordam bera olaman. I can help. Men yordam bera olaman. I can help. Keyingisi, mana eng muhim narsa. Xudo xolasa har bitta YouTube'da ko'rayotgan o'quvchi buni ishlatadi. I can speak English. 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 Inglizcha gapira olaman. Ingliz tilida gapira olaman. Buni albatta screenshot qilib daftarga yozib olamiz. O'zim toptirdim. Keyingisi. Xo'p, endi bu to be fe'li bu ish harakatsiz gapda ishlatiladi. Fe'l o'zi umuman olganda nima qiladi, nima qilyapti so'roq javob bo'ladi. Lekin to be fe'li ish harakatsiz gapda ishlatiladi. I am ready. I am ready. Mana I am ready birinchisi. Mana birinchisi. I am ready. Men ishlay olaman yoki men tayyor, uzr. I am ready. Men tayyorman. I am ready. Men tayyorman birinchisi. Keyingisi, you are ready. Siz tayyorsiz. He is ready. U tayyor, o'g'il bolaga nisbatan. She is ready. U tayyor, ayol kishiga nisbatan. We are ready. Biz tayyormiz. They are ready. Ular tayyor. Endi shuni biz ishga kerakli, ishdagi holatlar, kundalik hayotimizdagi holatlar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Birinchisi, I am ready to work. I am ready to work. Ishlashga tayyorman. I am ready to work. I am ready to work. I am ready to work. I am tired. I am tired. I'm tired. I am tired. Charchadim. I am busy. I'm busy. I am busy. I'm busy. Keyingisi, I am free. I am free. Qara, free bu kartoshka free emas. Evstaki bu free ikkita ma'nosi bor. Birinchisi bo'sh degan ma'nosi bor va bepul degan ma'nosi ham bor, free. Mana bu yerda esa
Men bo'shman deb tarjima qilamiz. I am free. Men gapda egasi men bo'lsa, bo'sh bo'ladi. Masalan, free cheese burger bo'lsa, bepul cheeseburger degani yoki free plow bo'lsa, bepul osh degani. Ya'ni ot bilan kelsa bu bepul, gapda egasi bilan kelsa bu bo'sh degani. I am free. Bo'shman. Bu ham ishda kerakli gap. Keyingi eng muhim gap. Men bu yerda yangiman deydigan bo'lsangiz, I am new here. I am new here. I am new here. I am new here. Men bu yerda yangiman. Albatta bu gaplarni ham screenshot qilib daftarga yozib yodlab olamiz. Davom etamiz. Endi misollar beraman. Test ishlaymiz birga. Buni siz kommentariyada yozishingiz kerak. Kommentariyada pastda yozib qoldirasiz. Men to'g'ri xatoligini tekshiraman. Needs help. I needs help bo'ladimi? Unga yordam kerak bo'ladimi? He needs help bo'ladimi? They needs help bo'ladimi? Bilasizlar, uchinchi shaxs birlik bo'lganda fe'lga s qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni u bo'lsa, ya'ni birlik bo'lsa, u he she itga nisbatan agar he she it bo'lsa, gapni egasi fe'lga s qo'shimchasini qo'shamiz. Shu sababdan he bo'ladi. Bularni albatta siz bajarib kommentariy yozib qo'ysangiz, men har bir kishinikini tekshirib chiqaman. Xo'p, keyingisi amaliy topshiriq. Bu topshiriqni bajarish kerak. O'zbekcha, inglizcha gap. Bularni albatta siz yod olishingiz kerak. Yodlasangiz bu juda ham foydali bo'ladi. Menga tanaffus kerak. Qarang. Men sizga hozir o'zbekchasini aytaman, siz kommentariy yozasiz. Davay. Chista dars bo'lyapti, qarang. Menga tanaffus kerak. O'sha gapni inglizchasini yozing. Hozir kommentariyaga. Men tekshiraman. Keyingi gap. Men mashina hayday olaman. Inglizchasini kommentariyaga yozing. Menda savol bor. Inglizchasini kommentariyaga yozing. Albatta insof bilan, ko'rmasdan yozing. Videoni orqaga qaytarmasdan. Men bu yerda yangiman. Buni ham kommentariyaga yozing, men o'zim tekshirib beraman. Xo'p, do'stlar, endi biz ish jarayonidagi eng kerakli gaplarni ko'rib chiqamiz. Eng kerakli gaplar. Birinchisi, I'm ready. I'm ready. I am ready. Birinchisi, men tayyorman. I am ready. Keyingisi, nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak? What should I do? What should I do? Nima qilishim kerak? What should I do? What should I do? Do shubu xuddi shunaqa ohangni. What should I do? What should I do? Keyingisi, qayerga borishim kerak? Qayerga borishim kerak? Where should I go? Where should I go? Xullas, mana bu do-ni, go-ni fe'lni o'zgartirib boshqa fe'l qo'ysalar bo'ladi. Deylik, masalan, qayerda uxlashim kerak deydigan bo'lsangiz, go bormoqni o'rniga sleep ni qo'yasizlar. Sleep. Where should I sleep? Men qayerda uxlashim kerak? Xuddi shunaqa qilib o'zgartirib ketaverasizlar. Va siz har kuni yarim soat, 1 soat gaplashsangiz, 100 talik 6 oyda ingliz tilida bemalol любой joyga kirib, любой joyga qilib, muammongizni ham hal qilib ketasiz. Xohlagan ish beruvchingiz bilan muomalasini ham to'g'rilab, ishga ham kirib ketasiz. Faqat dangasalik qilmasdan har kuni 15 minut 20 minut shunaqangi darslarni ko'rib turing. Keyingisi. Tushunmadim. I don't understand. I don't understand. Esimdan bir 5 yil, 10 yillar oldin televizorda shunaqa reklama ketgandi. Understand ikkita opa chiqadi. Okay deydi-ku. Xuddi shunaqada. Xuddi shu so'z understand, tushunmoq. Tushundingmi degan vaqt opa, ha, okay, tushundim degan. I don't understand. Tushunmadim. I don't understand. Tushunmadim. I don't understand. Yokida I do not understand. I don't understand deb yozilsa bo'ladi. Keyingisi, eng muhim gaplardan biri. Gapirdi, siz tushunmay qoldingiz. Iltimos takrorlab o'ring, iltimos qaytarib aytib o'ring. Tushunmay qoldim. Aytaverasiz, mana qayta quloqim ilg'amay qoldi. Deydigan gap. Birinchisi, please repeat. Please repeat.
iltimos takrorlang. Please repeat. Ikkinchisi, I need help. Menga yordam kerak. I need help. Menga yordam kerak. Can I take a break? Can I take a break? Can I take a break? Tanaffus qilsam bo'ladimi? Tanaffus qilsam bo'ladimi? Perikur. What time do I finish? Soat nechda tugataman? What time do I finish? What time do I finish? Soat nechida tugataman degan tarjimasi. Albatta bularni ham yozib yodlab, qayta eshiting. Qayta eshiting. Avtobusda bo'lasizmi, poyezdda bo'lasizmi, samolyotda bo'lasizmi, naushnik, aeroportda bo'lasizmi, taqib ishlatgan vaqtingizda mana shu video darsni 4 marta, 5 marta ko'rsangiz, kamida 50% dan 70% gacha esingizda qolib ketadi. O'tirib, yozib yodlashga vaqtingiz bo'lmasa. Bilaman, eshitasiz. O'shaning uchun ham men sizga moslab o'zim qayta o'qiyapman va o'sha o'qiyotgan jarayonimda qisqa pauzalar qo'yaman. Siz aytasiz, yana men qaytaraman. To'g'rilab aytasiz. Do'stlar, hammaga rahmat. Telegram kanalimda ovozli xabar qilib so'zlarni joylab qo'yganman. Albatta Telegram kanalimga obuna bo'ling. Juda ham mamnun bo'laman do'stlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.